Mangu Liga eng zo'ri. Avvalambor aka, assalomu alaykum. Tabriklayman. Chiroyli g'alaba bo'ldi. Siz plan qilgandaqa bo'y bo'ldimi? Hamma yo'qda polni bo'ydi, boshidan oxirigacha pashti kontrol qildingiz. Assalomu alaykum hammaga. Biz shunaqa plan qo'yganmiz, trenerlar bilan distansiya ushlab, u otilganda kutib olishdi. Hamma narsa plan bo'yicha bo'ldi. Raqibingiz ham juda ham jiddiy edi. Sizni oldingi bo'ylaringizni ham ko'rganman, lekin meni o'zimning fikrim bu bo'yingizda ancha o'sganingiz bilinadi. Trenirovka qayerda bo'ldi? Trenirovka har doimgidek Tailandda. Prosta oldingi bo'ylarimda vesagonkada tayyorgarlikda juda ham professional bo'lmaganman. Hozir mana bo'ydan bo'yga o'sib, hozir professional tayyorlanyapman. Professional trenerlar bilan, dietologlar bilan ishlab, o'shuning uchun o'sish bor. Juda ham chiroyli jang ko'rsatingiz. Menimcha, bugungi Jasur akam aytganlaridek chiroyli janglar bonus beraman-da, shu janglar qatoriga kirsa kerak. Nima deb o'ylaysiz? Bonus kutaman, Jasur akaga bog'liq. Mangu Liga haqida fikringiz? Mangu Liga eng zo'ri. Nomi ham, o'zi ham. Manguga rahmat. O'zbekiston. Olg'a O'zbekiston.